Darsimizning nihoyasi mo'min qabrida turar ekan, yuzlari nihoyatda bir go'zal, kiyimlari pokiza, hidi xushbo'y bo'lgan bir inson kirib keladi. Haligi qabrda yotgan mo'min qarab turib, "Sen kimsan? Yuzingdan yaxshilikni xabari kelib turibdi, kimsan?" deydi. U aytadi, "Men seni solih amalingman." Birodarlar, bizni qilgan amallarimiz inson suratida keladi. Aytadi, "Allohning toatiga shoshilar eding, gunoh ma'siyatdan o'zingni olib qochar eding. Men seni namozingman, ro'zingman, hajingman, umringman, da'vatingman, tilovatingman" deydi. Kofir esa buni aksini ko'radi. Uni qabriga xunuk badbashara, ko'rinishi yoqimsiz, kiyimi, hidi yoqimsiz bo'lgan bir badbashara kishi kirib keladi. Unga qarab turib kofir aytadi, "Sen kimsan? Seni yuzingdan yomonlik hidi kelib turibdi." U aytadi, "Men seni yomon habis amalingman. Vallohi ma'siyatlarga shoshilar eding, toat ibodatdan o'zingni olib qochar eding." Birodarlar, bir kun keladi. Xaridorimizni ko'ramiz. Bir kun keladi. Bizni tanamizni ko'tarib, ruhimizni ko'tarib 7-chi osmonga olib chiqiladi yoki olib chiqilmaydi. Bir kun keladi, tanamizga kirgiziladi ruhimiz. Bir kun keladi, Munkar Nakir farishtaning savoliga duchor bo'lamiz, birodarlar. Mana shu kunga tayyorgarlik ko'raylik. Qabrda azob, qabrda ne'mat. Qabr oxirat manzilini birinchi bekati. Agar shu bekatda muvaffaqiyatga erishsak, najotga yetdik. Agar muvaffaqiyatsizlikka uchrasak, birodarlar, afsus nadomatda qoldik.